Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xormanglar, yaxshimisizlar? Bugun bilasizlarmi, sizlar uchun shunaqangi juda katta bonus tayyorlab qo'ydik. Ya'ni bu bonus nimadan iborat deydigan bo'lsanglar, trading orqali 2026-yilda 80% daromad beradigan strategiya. Ya'ni bu nima degani? Bu uje sizlar bemalol daromad qilsanglar bo'ladi degani. Tayyor bo'lsanglar, qani boshladik. Bu videoda nimalarni o'rganamiz? Bitimlarning 80% qismini daromad bilan yopish. Bu aynan strategiyani portlatadigan holatlarni o'rganib chiqamiz va bu strategiyani bizni qaysi valyutada ishlaydi, qaysi valyutada ishlamaydi degan savollarimizga javob topishimiz uchun backtest degan narsa bor. Aynan mana shuni o'rganib chiqamiz va undan keyin bo'lsa o'rgatgan strategiyalarimni hozirgi real bozorda primer qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Do'stlar, bu videoni oxirigacha ko'rganlar uchun juda ham katta bombitskiy sovg'alarimiz bor. Va undan tashqari eng asosiysi bu videoni o'zida ham juda katta podarkamiz bor. Ya'ni bu podarkani olmasinglardan oldin ham strategiya bor. Mana shuni o'zi juda katta podarka. Nimaga podarka deydigan bo'lsanglar, hayotni o'zgartirish uchun. Tayyor bo'lsanglar, qani ketdi. Videoda minimal risk bilan har kuni daromad qilish strategiyasi. Har kuni 1-2 soat ishlab, depozitga nisbatan 7% daromad olishni o'rganib chiqasiz. Do'stlar, ana endi o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ismim Jasur, familiyam Kalonov, MG kompaniyasining asoschisi hisoblanaman va aynan mana shu trading sohasida 2015-yildan beri ishlayman. 1,5 mingdan ortiq insonlarga trading orqali moliyaviy erkinlik sari qadam tashlashga shu paytgacha yordam berib kelganman. Bugun ular tasodif bilan emas, balki tizim va intizom bilan savdo qilib daromad qilishmoqda va juda ham ko'plarning hayotlari aynan mana shu trading orqali o'zgarmoqda. Do'stlar, eng asosiysi 2020-yildan beri trading sohasida odamlarga o'z bilimimni ulashib kelyapman shu kungacha. Va undan tashqari 2015-yil trading men uchun shunchalik grafik emas, tajriba yo'li bilan boshlangan yo'l hisoblandi. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. 2026-yilda 80% ishlaydigan strategiya. Ana endi kirish holati. Bugungi kunda ko'pchilik treyderlar indikatorlarga bog'lanib qolishgan. Lekin real pulni oddiy price actionlar orqali ham qilish mumkin. Ya'ni o'zi bilasizlarmi, eng katta xatolardan bittasi YouTube ga kirib, nima strategiya topsam ekan, qaysi strategiya bilan daromad qilsam ekan degan savollarga javob topolmaydi ko'p insonlar. Va shuning orqasidan mana shu sohaga nisbatan yomon emotsiyalar qolib ketadi. U yoqqa kiradi, bu yoqqa kiradi, indikatorlarni o'rganishni boshlaydi, ossilyatorlarni o'rganishni boshlaydi. Lekin hozir men sizlarga eng asosiysi mana shu strategiyani hech qanaqangi bekitmasdan hamma qonun qoidalarni ochiq-oydin qilgan holatda ko'rsatib beraman va mana shu strategiya orqali kerak bo'lsa hayotingizni o'zgartirib olsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, unda boshladik. Bu strategiyamizni polностью qonun qoidalarini sizlarga o'rgatib chiqaman. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Iloji boricha mana shu strategiyani qonun qoidalarini to'xtatib, daftaringizga yozib olishga harakat qilinglar. Nimaga deydigan bo'lsanglar, chunki bu narsa juda ham muhim. Agar daromadga chiqmoqchimisizlar, iloji boricha ko'proq yozishga harakat qilinglar. Tayyor bo'lsanglar, qani boshladik. Bu strategiya ikkita shamchadan iborat hisoblanadi. Ya'ni ikkita dona shamcha orqali biz bu strategiyani aniqlaymiz. Undan tashqari keyingi qonun qoidasi faqat shamchalarni soyalariga qarab analiz qilishimiz kerak. Ya'ni bu shamchalarda badan va soya bo'ladigan bo'lsa, bizga asosiy kerakli bo'ladigan omil faqat soyalar hisoblanadi va biz bu strategiyalarni soyalar orqali aniqlaymiz. Uchinchisi esa shamchaning badani ahamiyatga ega emas. Ya'ni umuman biz badanga e'tibor bermaymiz. Faraz qilamiz, badan yo'q deb his qilamiz bu yerda. To'rtinchisi do'stlar, ikkinchi shamchamiz hosil bo'lgandan keyin bitimga kiramiz va eng asosiysi do'stlar, hozir rasmlarda ko'rsatib o'tamiz. Har doim ikkinchi shamcha birinchi shamchadan uzunroq bo'lishi kerak. Ya'ni ikkinchi shamchani soyasi birinchi shamchadan uzunroq bo'lishi shart. Mana shu narsa esingizdan chiqmasin. Bu juda ham kerakli bo'ladigan omil hisoblanadi. Do'stlar, keyingi slaydimizda bitim ochish qoidalari bor edi, lekin bitim ochish qoidalarini aytishimdan oldin men sizlarga polностью mana shu strategiyani ko'rinish holatini tushuntirib beraman. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Badan deyaptilar, soya deyaptilar. O'zi bu nima deydigan savol tug'ilishi mumkin. Mana shu savollarga oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib beraman. Strategiyani tushuntirishdan oldin badan va soya nimaligini tushuntirib beraman. Mana bu qalin turgan joy, buni badan deb atashimiz mumkin. Mana bu ingichka turgan joylar esa bularni soya deb ataymiz. Ya'ni mana bu joyda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, qalin turgan joy bu badan, ingichka turgan joy bu soya.
Qalin turgan joy bu badan, ingichka turgan joylar bu soya hisoblanadi. Bu strategiyamizda ikkita shamchadan iborat bo'lgan strategiya deb aytgan edik. Va mana shu strategiyada soyalarning roli juda ham katta deb tushuntirib bergan edik. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, birinchi shamcha, ikkinchi shamcha. Bizda badanni ahamiyati yo'q deb tushuntirib berdim va aytilganidek, ikkinchi shamchani soyasi har doim uzunroq bo'lishi kerak birinchi shamchani soyasidan. E'tibor beradigan bo'lsanglar, agar ikkinchi shamchani soyasi pastki tomondan uzunroq bo'ladigan bo'lsa, bizga nimaga signal beradi? Bayga nisbatan signal beradi. Agar ikkinchi shamchani soyasi tepadan uzunroq bo'ladigan bo'lsa, bizda nimaga signal beradi? Selga nisbatan signal beradi. Mana bu oddiyroq ko'rinishi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, Mana bu yerda bitim ochish qoidalarini qisqa qilib tushuntirib berganmiz. Birinchisi, agar birinchi shamchani minimumi ikkinchi shamchadan yangilab qo'ysa, shamcha yopilgandan keyin tepasiga buy stop order qo'yiladi deb aytilyapti. Ya'ni mana bu slaydda ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi svechani soyasi uzunroq bo'ldi, pastki tomondan uzunroq bo'ldi va bizda aynan mana shu joyda ikkinchi svechamizni eng baland qismiga biz buy stop qo'yamiz. Ikkinchi svechamizni eng minimum qismiga biz stop loss qo'yamiz va ikkinchi shamchani o'lchagan holatda biz birga bir take profit qo'yamiz. Tushunyapsizlarmi? Agar soyalar pastdan ulangan bo'lsa, agar soyalar tepadan ulangan bo'lsa, ikkinchi svechamizni eng minimumidan sell stop qo'yamiz, ikkinchi svechamizni eng maksimumiga stop loss qo'yamiz va ikkinchi svechamizni o'lchagan holatda, birga bir holatda take profitimizni qo'yamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa qonun qoida belgilangan. 1 bilan 2 da bitim ochish qoidalari bo'lgan. Ya'ni endi qaranglar, oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib beraman. Bizani kirish va chiqish nuqtalarimizni hammasi ikkinchi shamcha orqali bo'ladi. Stop loss o'lchamlari ham aynan mana shu ikkinchi shamcha orqali hisob-kitob qilamiz. Take profit masalasi bo'yicha bitim ochgan nuqtamizdan stop lossgacha necha punkt bo'ladigan bo'lsa, misol tariqasida 70 punktli take profit bo'ladigan bo'lsa, biz 70 punkt olamiz. O'sha aytilganidek. Ikkinchi shamcha necha punkt bo'ladigan bo'lsa yoki pipsda o'lchaydiganlar necha pips bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu pips punktlarga hisob-kitob qilgan holatda birga bir qo'yamiz. 70 bo'ldimi 70, 100 bo'ldimi 100, 150 bo'ldimi 150 qo'yib qo'yamiz. Undan kamroq qo'yishimiz kerak emas hech qachon take profitni. Keyingi slaydimizga keladigan bo'lsak, strategiya qoidalari. Mana shu joyda do'stlar e'tiborliroq bo'lishinglar kerak. Nimaga? Chunki bu uje glavniy qonun qoidalar. Birinchi qonun qoidasi, agar birinchi shamchamiz impuls bo'lsa, lekin ikkinchi shamcha impuls bo'lmasa, bu strategiyani ishlatsak bo'ladi. Ikkinchi qonun qoidaga keladigan bo'lsak, agar ikkinchi shamchamiz impuls bo'lsa, bitimga kirmaganimiz ma'qul. Uchinchi qonun qoida esa, agar ikkinchi shamcha birinchi shamchani yutib yuborsa, strategiya o'xshash ehtimolligi katta bo'ladi, ya'ni yutib yuborish orqali bo'ladigan bo'lsa. Ana endi yana savol tug'ilib qolishi mumkin. Impuls nima o'zi degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Impuls bu bozordagi bittada katta tezkor harakat. Mana shu narsani impuls deb ataymiz. Ana endi savol tug'ilishi mumkin. Backtest nima u? O'zi har bir strategiyani o'rganayotganimizda bu strategiya biza o'zimiz uchun to'g'ri keladimi yoki yo'qmi deydigan savolimizga javob beradigan narsa o'zi backtest hisoblanadi. Biz strategiyani oldikmi, sirazu narsani backtest qilishimiz kerak. Va aynan mana shu backtest sizni strategiyangiz, ya'ni sizni cho'mchagingizga yaxshigina daromad olib beruvchi omil hisoblanadi. Aynan backtest o'zi nima uchun kerak deydigan savollarga oddiyroq va soddaroq tilda mana shu joyda tushuntirib o'tib ketamiz. Birinchi navbatda sizlar o'zingizlarga javob topa olasizlar. Ya'ni bu strategiya ishlaydimi yoki yo'qmi? Mana shu strategiyani men o'zimga olib qola olamanmi yoki yo'qmi deydigan savollarga javob topishingiz uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi, aynan mana shu strategiyani backtest qilingandan keyin buni risklarini qanaqa qilib hisoblasam bo'ladi? Qanaqa qilib hisoblasam men daromadga tezroq chiqa olaman deydigan savollarga javob topasizlar. Uchinchisi, eng asosiysi, win rate qanaqa? Ya'ni necha foiz bu strategiya ishlayapti? Bu nima uchun kerak? Sizlarni bozorga kirib qo'rqmasdan ishlashingiz uchun kerakli bo'ladigan omil hisoblanadi. Ya'ni buni primer qilib kelinglar.
Telegram orqali hozirgi ketayotgan gruppamizdagi o'quvchilarning natijalari bilan tushuntirib beraman. Do'stlar, hozir backtest nimaligini tushunib o'tdik. Ana endi sizlarga oddiyroq va soddaroq tilda tushunishingiz uchun Telegram holatiga sakraymiz. Bugun 1-may oxirgi ketayotgan gruppamda, ya'ni hozir ketayotgan gruppamda holat bo'yicha tushuntirib o'tib ketaman. Telegramning holatini mana. Kirdim, backtest o'zi nima deydigan bo'lsanglar, backtestda mana bunaqa holat bo'ladi. Page сообщение buni o'quvchilar tashlagan. Men o'zim natijam emas, o'quvchilar natijasini ko'rsatib o'tib ketaman. Strategiyani olishdi, strategiyani o'rganishdi va uni backtest qilishdi. Backtest nima deydigan bo'lsanglar, mana qaranglar. 180 ta plus, 16 ta minus. Bu strategiyani ishlash foizi 91.84, ya'ni почти 92% ishlayapti. Euro dollarda. Strategiya nomi darajalar qachondan boshlab tekshirilyapti deydigan bo'lsanglar, 2-fevraldan boshlab tekshirilyapti, 2026-yil. Dollar yana 157 ta take profit, 25 ta stop loss. Strategiyani ishlash foizi 86%. Fond dollar strategiyani ishlash foizi 86%. Novozelandskiy dollar strategiyani ishlash foizi 87%. Ya'ni bu inson nima qilyapti? O'rganyapti, strategiyani o'rganib chiqib, полностью statistika qilib, ya'ni backtest qilib, bozorga kirishga qo'rquvini yo'qotyapti. Ya'ni bu inson xohlagancha любойchasiga daromadga chiqa oladi. Mana bu yerda strategiyalarning statistikasini ko'rsatib beryapti. Signal beryapti, signal o'xshayapti, signal beryapti, signal o'xshayapti. Va oxirgi kunda mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, qachon 30-aprel kecha olingan ekan, kecha signal bergan Avstraliya dollariga nisbatan buy do и poslida buyga qarab uchib ketyapti. Nima bo'yicha? O'sha o'zligi o'rganilgan strategiyani backtest qilishganligini hisobiga. Va backtestni fayli qanaqa holatda bo'ladi? Misol uchun mana men bittasini ko'rsatib beraman. Bitta o'quvchimiz tashlagan SNR bo'yicha, zonalari bo'yicha backtest qilingan mana shu fayl. Va eng asosiysi do'stlar, mana shu faylni agar qabul qilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, men videoni oxirida bu faylni qanaqa qilib olishingiz mumkinligini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shu joyda mana misol tariqa strategiya chiqdi. Strategiyalarning soni 100 ta plus bo'ldi. 10 ta minus bo'ldimi? Sizlarga o'zi aniqlab beryapti. Strategiyani ishlash foizi 90%. Tushunyapsizlarmi? Bu sizlarga chaynab beradi, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. Do'stlar, ana endi mana shu o'rganayotgan strategiyamizni real bozorda tekshirib ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, qani boshladik. Do'stlar, ana endi sizlar eng yaxshi ko'rgan, eng sevgan tilla valyutalarda boshlab chiqamiz mana. Tayyorgarlik ko'rmagan bo'lishi uchun men любой joyga oldim va yaqinlashtirdim. Ya'ni strategiyani statistika qilishimiz uchun yaqinlashtirdim, ketdi. Ana endi plus minusovkasini qilishni boshlaymiz. Mana shu joydan boshlaymiz. Nechta plus, nechta minus bo'lganini backtest qilib chiqamiz va strategiya ishlayaptimi yoki yo'qmi degan savolimizga ham javob olib chiqamiz. Ketdi. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, yaqinroq qilaman va grafikni oppoq qilaman sizlarga xalaqit bermaslik uchun. 1-2 soyalar qatdan ulanyapti, pastki holatdan ulanyapti. Bu nimaga signal beryapti? Bizga buyga nisbatan signal beryapti. Kirish holati ikkinchi svechani eng maksimumiga buy stop qo'yamiz, ikkinchi svechani eng minimumiga stop loss qo'yamiz va mana shuni o'lchagan holatda nech punkt bo'lyapti? Oldik, o'lchadik. 2,5 punktmi? Birga bir take profitimizni qo'yamiz. 2,5 punktli take profitni qo'ydik. Ketdi. Birinchi bitim, birinchi plus. Ana endi darsni davom ettirib ketamiz. Keyingi bitim 1-2 svechalar pastki va tepa qatordan ulanyapti. Ikkita qatorga ham ulanyapti. Ya'ni bizda bu yerda ikkala tomonga ham signal beryapti. Buyga ham, sellga ham. Bunaqa momentda ikkinchi svechadan ikkita bitim ochamiz. Buy stop, sell stop. Lekin bizda nima bo'lyapti? Birinchi svechamiz, ya'ni birinchi buy stopimizni olyapti, sразу take profitimizni beryapti. Bu yerdagi sell stopimiz esa aktivniy bo'lmayapti. Ya'ni bu yerda buy stopni plusga, ya'ni buy stop take profit yopilganligi hisobiga stop lossni, sell stopni bu yerdan olib tashlaymiz. Dalshi 2.0 ketamiz, ulanadigan qismni qidirib davom ettirib ketamiz. 1-2 uchinchi bitimimiz chiqdi. Buy stop, sell stop, buy stop, stop loss, take profit birga bir o'lchamda.
O'zingiz ko'rib turibsizlar, o'lchab o'tirishim shart emas. Birga bir holatda take profitni olyapti. 3-bitim, 3-plyus. Dalshi davom ettirib ketyapmiz. Boyga aytilgan narsa. Mana buni ko'rasizlar, uzun svechi, impulslar bo'ladigan bo'lsa, biza ishlamaymiz degan joyi bor edi. Bizada vaqt qisqa bo'lganligini hisobiga o'zi buni yana ham ichki yana kiradigan joylari bor edi. Ya'ni safe va qanaqa bo'lsa bo'ladi, necha foizda safe'lik qilsa bo'ladi degan joylari bor edi. Dash davom ettirib ketadigan bo'lsa, ketdi. Mana bu signal sellga beryapti. Sirazi kelib sellga olib take profitini berib ketyapti. Dash ketyapmiz, yana sell, yana take profit, buy, bitim ochilmadi. O'chirib tashlamaymiz agar bitim ochilmagan bo'lsa. Yana buyga beryapti, yana ketyapti bu yoqda, ya'ni hali bitim ochilmagan. Dalshi sell, yana plus. Bu yoqdan ulanyapti buy. Boyiga mana bitta ikkita buy ochilmagan buylarimiz bordi. Bu ham take profitni olgan, bu ham take profitni olgan. Bu ham take profitni olyapti. Dalshi ketyapmiz ulanmagan. Dalshi ketyapmiz sellga nisbatan pozitsiya bergan. Mana bu svechi ketdi sellga qarab yurib berdi. Dalshi bu yoqda buy signali turibdi. Bu ham take profitni olib bergan. Пока что bizda bitta dona ham stop loss yo'q. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, пока yaxshi ketyapmiz. Dalshi yuryapmiz, tekshiryapmiz. Buy stop, stop loss, take profit. Take profitni olib bergan. Ketdi sell. Mana bu joyda birinchi stopimizni qabul qilgan yo'q, bu yoqda stop olmagan ekan. Bu yoqda birinchi buyga qarab ochilgan ekan. Keyin ketgan ekan. Sell. Bu ham take profit, bu ham take profit, bu ham take profit. E'tibor berayotgan bo'lsanglar 15 ta bitim, 15 ta take profit. Faqatgina oltin emas, sizlar eng yaxshi ko'rgan oltiningizda tekshirib beraman. Kerak bo'lsa, misol uchun mana oldim, neftni oldim. Любой joyga o'tkazdim, чтобы men tayyorgarlik ko'rmaganligimni sizlarga tushuntirib berish uchun men. Ya'ni bu любой joyda ishlab berayotganligini dokazat qilib berishim uchun. Ketdi. Buy sirazi take profitni berdi. E'tibor berasiz. O'lchab o'tirishim shart emas. Dalshi ketyapmiz. Sell, bitim hali ochilgani yo'q. Dalshi ketyapmiz. Buy, bitim ochildi. Ozgina plyusda yurdi, keyin minusga qarab chiqdi. Sell, minus. Mana bu joyda minusni qabul qildik va nihoyat sell, plus. Dalshi ketyapmiz. Yo'q, bitim пока что. Yo'q, bu yoqda ham yo'q. Sell pozitsiyaga ketyapti. Plus. Buy pozitsiya plus. Sell pozitsiya minus ekan, mana ikkinchi minusimizni qabul qildik. Sell plus svechi slishkim uzun. Buy plus buy minus sell plus 6taga 3ta sell, bu ham plus buy, bu ham plus buy, bu ham plus yuryapmiz. Yana buy, bu ham plus, yana buy, bu ham plus. Mana bitta sellga qarab ketgan-ku deydigan bo'lishingiz mumkin, lekin biza kechiktirilgan order orqali ishlaymiz. Buy stopni oldi, sirazi take profitni berdi. Nimaga biza bozor bilan kirmayotganligimizning sababi yana buy, yana plus. Dalshi ketyapmiz, yana buy, yana plus, yana buy, yana plus, yana buy, yana plus. Kerak bo'lsa valyutalarda ham tekshirib berishim mumkin. Oldim, любой joyga o'tkazdim va to'xtadim. Dalshi tekshirib olishimiz mumkin. Sell plus buy, oradan vaqt o'tdi, plus buy, oradan vaqt o'tdi, bu ham plus. Dalshi ketyapmiz, sell, olmaymiz, svechi juda ham katta. Buy ketdi, bu ham olmaymiz, svechi slishkim katta. Sell ketdi, mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ketdi pastga qarab. Yo'q, bu ham olsa bo'ladi, ketdi. Take profit, take profit, take profit, yana take profit. Do'stlar, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsangiz, soqqa, ya'ni normalniy pul ishlab olsangiz bo'ladi. Mani taniydigan insonlar, mani biladigan insonlar bilishadi. Aynan mana shu strategiya orqali men qanchalik daromad qilganligimni. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, любой valyutada, любой joyda eng asosiysi biza trendga qaramayapmiz, xabarlarga qaramayapmiz, hech narsaga e'tibor berayotganimiz yo'q. Strategiyaning strukturasi bilan kiryapmiz, strategiyaning strukturasi orqali daromad olib chiqib ketyapmiz. Eng qiziq joylari mana. Любой joyga oldim, buy, plus, buy, yana plus. Dalshi ketyapman. Sell, bu ham plusga yurgan, sell, yana plus, buy. O'zi 30% da yurganda minimalniy holatda safe'ga o'tkazib qo'ysanglar yaxshiroq bo'ladi. Sell,
bu mana bitta sell stopim ham yerda, yetib kelmagan stopga, lekin take profitga qarab uchib ketgan. Buy yana plyus, birinchi svecha, ikkinchi svechaga ulandi. Sell yana plyus, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hech xatga qaramayman. Trendmi, qayerda bo'lyapti, o'rtadami, pastdami, hech qayerga qaralayotgan joyi yo'q. Lekin bu joyda ishlab beryapti. Tushunishinglar uchun. Mana bozori oxirgi holatiga ham olishi mumkin, tillani sevuvchilar uchun. Mana tillada oxirgi marta mana bu joydan buy bergan. E'tibor berasizlarmi? Mana bitta buy bergan, buyga qarab uchib ketgan. Mana yurdik, mana uzoqqa bormayman, mana bugun hozir bo'layotgan hodisa, mana sellga nisbatan signal bergan va sirrazi take profitni bergan. 4 soatlik time frame o'zida qaraganimda ham do'stlar, mana shu strategiyani orqasidan bemalol stabil daromadga chiqsanglar bo'ladi va eng asosiysi, eng qiziq holati bu men kursimdagi eng oddiy strategiyalardan bittasini sizlarga bonus tariqasida ko'rsatib beraman. Lekin mana shu bonusni o'zi ham juda katta daromadga olib chiqib beruvchi yo'llardan biri hisoblanadi. Tushuntirib bergan bo'lsam, eng asosiysi men bundan juda ham xursandman. Mana shu strategiyani orqasidan daromad qilib, yaxshi daromadga chiqayotgan bo'lsanglar ham, men bu narsadan juda ham xursandman. Real bozordagi natijalarni ko'rib chiqdik. Ya'ni bemalol daromadga chiqsa bo'ladi degan savolimizga javobni qabul qildik. Ana endi do'stlar, risk qanday hisoblanadi deyilganda buni qisqacha qilib videoda tushuntirib o'tib ketdim, lekin oddiyroq va soddoroq tilda tushuntirib beraman. Har bir bitim uchun iloji boricha riskimizni 2% dan oshirib tashlamasligimiz kerak. Ana endi do'stlar, buni mana realniy o'quvchilarimiz qilgan holatda risklarni to'g'ri hisob-kitob qilib beraman sizlarga. Lekin bu narsani alohida men bitta ekran qilib chiqarib qo'yaman. Matematik hisobda qanaqa bo'lar ekan? Agar ana endi e'tibor beringlar, 2-maydan boshlab statistika qilinyapti. Agar mana shu strategiyani statistikasini agar har bitta bitimga nisbatan bizni 2% oladigan bo'lsak, biza bu yoqda yaxshigina juda ham katta daromad olib chiqib ketishimiz mumkin. Ya'ni qanaqa qilib? Mana hisob-kitob bo'yicha men sizlarga tushuntirib beraman. Ana endi do'stlar, bu yoqda 180 ta bitim chiqyapti. 180 ta bitimni 20 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizdagi daromad, ya'ni $1000 depozit bilan kirdik. $1000 bilan depozit bilan kirganimizda har bitta bitimimiz uchun biz 2% risk qo'yamiz. Mana shu qilinayotgan 2% riskdan biz $3600 ishladik bitta dona valyutada. Bozorda bunday e'tibor beradigan bo'lsanglar, 31 ga yaqin valyuta bor. Bitta dona valyutani o'zidan $3600 daromad. Ana endi kelinglar mana shu 4 ta donasini statistikasini qilganlari bo'yicha hisob-kitob qilib chiqamiz. Nechta plyus? $180 plyus 157 plyus 76 plyus 89 502 ta bitim chiqqan ekan. Mana shuni $20 ga hisob-kitob qilganimda umuman emotsiyalarga e'tibor bermagan holatda bizda $10,000 chiqib kelyapti. 4 ta dona valyutani o'zidan. Tushunasizlar, backtest nima uchun kerak bo'lyapti? $10,000 umuman emotsiyalar buzilmagan holatda va strategiya bor, statistika bor, hech narsadan qo'rqmagan holatda biz $10,000 ishlaymiz atigi 4 ta dona valyutadan. Agar mana shu 31 ta valyutada hisob-kitob qilganimizda qancha summa chiqib ketardi? Tushunasizlarmi? Nima uchun risk management, money management qonun qoidalari juda ham muhim hisoblanadi bizga. Do'stlar, men bu gapim bilan nima demoqchiman? Undan ko'ra men bitta scalpingga kirib, juda katta pullarni yo'qotgandan ko'ra riskka amal qilgan holatda bitta yo'nalishni topib olib, yaxshigina stabil o'zingizni hayotingizni o'zgartirganingiz yaxshi emasmi? Tanlovingiz yo'lingizda yoki botqoqqa botish yoki stabilni daromad qilish. Qaysi yo'l sizga muhimroq? Stabilni daromad qilishingiz uchun faqat sizga kerakli bo'ladigan narsa juda katta mehnat. Ochko'zlikni chiqarib tashlashingiz kerak, mehnat qilishingiz kerak. Ana endi asosiy maslahatga keladigan bo'lsam, har bitta bitimga iloji boricha risklar bilan amal qilgan holatda kirishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Har doim riskni boshqaringlar. Bitta bitim uchun kichik risk qilishga o'rganinglar, odat qilinglar va eng asosiysi sabr qilishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Bozor har doim bor. Imkoniyat hech qachon tugamaydi do'stlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, two connectable candles, ya'ni hozir bizni o'rgangan strategiyamizning nomi two connectable candles. Bu strategiya juda ham sodda, lekin juda ham kuchli ishlaydigan strategiyalardan biri hisoblanadi. Agar siz mana shu strategiyani to'g'ri filtrlab ishlaydigan bo'lsangiz, backtest qiladigan bo'lsangiz, intizom bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizda juda ham yaxshi daromadli bo'lish ehtimoli juda ham katta. Aynan mana shu strategiya orqali juda ko'p insonlar manfaat ko'rgan va juda
juda ko'p insonlarning hayoti o'zgargan. Sizda ham mana shu strategiya orqali hayotingizni o'zgartirish uchun imkoniyat ham bor. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak. Do'stlar, yana bitta narsani inobatga olinglar. Juda ham ko'p insonlar hozirgi holatda Instagramga kiryapti, social networklarga kiryapti-da, aynan trading sohasi bo'yicha noto'g'ri informatsiyalarni qabul qilyapti. Ya'ni tez boyib ketish, yo'q, tez boyib ketish degan narsa yo'q. Boylik hech qachon tezlik bilan kelmaydi. Boylik har doim sabr bilan keladi, do'stlar. Mana shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Yutqazdinglarmi, ya'ni stop loss bo'ldimi, bu bo'ldi, men chiqib ketishim kerak degani emas. Bu nima degani? O'zingizlarning ustingizda maksimal darajada ishlashim kerak ekan degan savolga javob degani. Ya'ni sizlarda faqatgina lose yo'qotishlar bo'lyaptimi? O'sha yo'qotilayotgan pulinglarni iloji boricha bilimga sarflashga harakat qilinglar, bozorga emas. Lutchi bozorga berib yuborgandan ko'ra bilimga sarflaylar. Aynan mana shu bilim orqali sizlar pulinglarni kerak bo'lsa 100 barobar, 1000 barobar qilib qaytarib olish ehtimolingiz ham bor. Eng asosiysi professional trader bu sabrli trader. Professional trader bo'lish uchun mana bu joyda qilinayotgan mehnatlarni ham inobatga olib qo'yinglar. Sizlarning qo'lingizdan keladi, men bilaman, bemalol professional trader bo'la olasizlar. Chunki inson qila olgan ishni inson qila oladi. Do'stlar, mana strategiyalarni o'rganib oldik. Lekin bilasiz, stabil daromadga chiqishimiz uchun baribir bilimlarning ketma-ketliklari juda ham muhim hisoblanadi. Faqat strategiyani bildim, bo'ldi, bu tradingdan zo'r daromad qilaman degani emas. Strategiya bu bitta yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Lekin bilimlarni to'liq o'zlashtirishimiz bu bizga juda ham kerakli omillardan biri hisoblanadi. Agar siz ham stabil daromadga chiqib moliyaviy erkin bo'lmoqchi bo'lsangiz, oylikka qarab qolmasdan o'zingizga boshliq bo'lmoqchi bo'lsangiz, xohlagan paytingizda, xohlagan joyingizda ishlamoqchi bo'lsangiz, aniq tizim, ishonchli ustoz bilan trading o'rganmoqchi bo'lsangiz, ana endi sizga zo'r imkoniyatlardan biri ochildi. Ana endi sizlarga 3 oylik pro trading kursimga taklif qilaman. Mana shu kursimni bilasizlarmi? Qancha insonlar kutishdi, qachon o'zingizni shaxsiy kursingizni ochasiz deb so'ragan insonlar juda ham ko'p edi. Va nihoyat mana o'zimni shaxsiy kursimni ochdim. Aniq tizim va ishonchli ustoz bilan noldan professional darajaga chiqib stabil daromad qilishni o'rganasiz, eng asosiysi. Aynan mana shu kursligimda nimalar borligi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman sizlarga. 12 hafta darslik bo'ladi, 36 ta jonli efir bo'ladi, 36 ta video darsliklar bo'ladi. Qo'llanma materiallar, undan tashqari bonus darslar tinmaydi va eng asosiysi mana shu o'quvchilarimga zo'r sovg'alar tayyorlab qo'yganman mana shu kursimda. Dastur qay tarzda o'tiladi degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni darsligimiz qanaqa bo'ladi? Bizda ikkita etap bor. Birinchisi bu o'tib yozib olingan video darsliklarni ko'rib chiqasizlar, ya'ni nazariy holatda bo'ladi. Ikkinchisi esa amaliy holatda bo'ladi. Amaliy deganda har bitta dars o'tilgandan keyin u narsani boshqatdan ustoz bilan o'rganish. Ya'ni bu qanaqa holatda bo'ladi? Misol tariqasida bugun siz 4-darsni ko'rdingiz, ertasi kuni esa aynan mana shu ko'rgan 4-darsingizni ustoz bilan praktika qilgan holatda, savol-javoblaringizni bergan holatda bo'ladi. Va eng qizig'i, mana shu amaliy dars ham gruppa bo'ladi. Aynan mana shu darsga gruppaga tashaladi mana shu darsliklarni. Uni xohlasanglar 5 marta, xohlasanglar 10 marta, xohlasanglar 100 marta ko'rishinglar imkoniyati bor. Va undan tashqari agar mabodo tushunmay qoladigan bo'lsanglar, sizlarga дополнительный yordamchi ustozlar bo'ladi. O'sha narsani boshdan tushuntirib beradi sizlarni shaxsan o'zingizga, individual tarzda. Ana endi eng qiziq joylardan bittasi kurs 70% amaliyotdan iborat bo'ladi deyilgan bu yerda. Bu nima degani? Oddiyroq va soddoroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Mana misol tariqasida stabil daromadga erishish uchun bitta videoni ko'rganingiz o'zi yetarli bo'lmaydi. Sizga kim kerak bo'ladi? Professional ustoz kerak bo'ladi. Aynan mana shu men 7 yillik tajribamni sizlarga shundoq o'sha amaliyotlarda ulashib boraman. Eng qiziq qanaqa qilib daromadga chiqsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi va daromadga chiqish hamma imkoniyatlarini o'zim ochib beraman bu holatda. Ya'ni sizda savollaringizga, hamma savollaringizga javob ola oladigan darajada bo'ladi. Savol-javoblarga hammasiga javob olasizlar va undan tashqari har bitta darsdan keyin обязательно bo'linadigan narsalar bor. Uyga vazifalar. Nima uchun? Sizlarga zo'r daromad kerakmi? Обязательно uyga vazifa beriladi va bu narsa sizlarning holatingizda nazorat qilinadi. Ya'ni bizning tomonidan nazorat qilinadigan holat bo'ladi. Va eng asosiysi, yaxshi daromadga chiqayotgan o'quvchilarni o'zingizlar ham ko'rdinglar va mana shu o'quvchilarning qatorida sizlar ham bo'lishingiz mumkin. Bu nimani hisobiga? Katta amaliyot qismini meni o'zim o'tib berayotganligimni hisobiga.
Ana endi mana shu kursimning ichida nimalar bor deydigan savol tug'ilishi mumkin. Mana shunga qisqa va lo'nda holatda javob berishga harakat qilaman. Ana endi modulligi bo'lib chiqqanman. Birinchi modulim moliyaviy bozorlar bo'yicha, ya'ni moliyaviy bozorlar bilan tanishish. Obligatsiya bozori nima, forex bozori nima, fond bozori nima, derivativ, futures, forward, swap, option, call option, put option degan narsalar bor. Bular nima, nimaga traderga kerak va xomashyo bozorlarining turlari qaysi bozorda? Mana xomashyo deganda juda ham ko'p insonlar faqatgina oltinda ishlashadi, lekin uni ichiga kiradigan bo'lsak, juda ham ko'p bozorlar bor. Birinchi moduldan so'ng natijalar nima bo'lishi mumkin? Global bozorni boshqarish sirlari va har qanday vaziyatda professional daromadga erishishi imkoniyatlari. Ya'ni siz bu yoqda o'zingiz yo'nalishingizni topasiz. Ikkinchi modulda esa birja bo'yicha ma'lumotlar, market maker kim, traderlar turlari, volatility qanaqa, broker qanaqa brokerlar bor, kuxnyalar qanaqa bo'ladi, broker bilan kuxnyani farqi, liquidность qanaqa bo'ladi va pending orders, ya'ni kechiktirilgan orderlar qanaqa bo'ladi, nechta turlari bor va bu nima uchun kerak. Aynan ikkinchi moduldan so'ng siz nimalarni o'rganishingiz mumkin? Bozor tuzilishini aniqlash, xavflarni chetlab o'tish va professional savdo tizimlarini o'rganib chiqishingiz mumkin. Uchinchi modulda esa matematik holatlar bo'ladi, ya'ni savdo sessiyalari, broker komissiyalarini qanaqa hisoblasak bo'ladi, swap, broker swaplari qanaqa bo'ladi, punkt, pips, lotlar qanaqa bo'ladi. Misol uchun biz $1000 bilan kirdik, $1000 bitim ochdik degan tushuncha bo'lmaydi. Bu sohada punkt, pips, lotlar bo'ladi. Broker spreadlari qanaqa bo'ladi va kredit yelkalari qanaqa qilib hisob-kitob qilinadi va marjalar qanaqa qilib hisob-kitob qilinadi. Ya'ni matematik darslar bo'ladi. Aynan 3-moduldan so'ng siz bozordagi har bir harakatni, savdo hajmini aniq o'lchashni o'rganib chiqasiz. 4-modulda esa TradingView va MetaTrader va ishonchli brokerlar darsi bo'ladi. Ya'ni eng muhim darslardan bittasi. TradingView bu sayt hisoblanadi. Aynan mana shu saytda 90% ish harakatimiz bo'ladi. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, ma'lumotlar shunaqangi kattaki, buni bitta so'z bilan tushuntirib berib bo'lmaydi. Bozordagi savdo qiladigan MetaTrader platformamizni biz qanaqa qilib ishlatishimizni to'liqona tushuntirib berganmiz va eng ishonchli brokerlar. Aynan mana shu brokerlarning ichidagi bonuslarigacha tushuntirib beriladi. Qaysi shot, nima shot, qanaqa registratsiya qilish kerak. Ya'ni hamma savollarga javob olasizlar. 4-moduldan so'ng savdo platformalarida erkin ishlash va ishonchli brokerni tanlash holatini o'rganib chiqasizlar. 5-modul bu asosiy modullardan biri hisoblanadi. Nimaga? O'sha bu yog'iga strategiyalarni o'rganib chiqamiz. Men hamma strategiyalarning nomini aytib o'tirmayman. Bu strategiyalarning nomi Butterfly Doji, Four Price Doji, Evening Star, Triple Star, Friends, Engulfing, Imbalance, Gravestone, ya'ni bu strategiyalarning nomi. 5-moduldan keyin sizlar nimalarni o'rganasizlar? Shamlar tilini tushunish va grafikdagi yashirin signallarni topish. Mana hozir mana shu darsligimizda ham sizlar shamlarning bitta turini o'rgandinglar. Ana endi e'tibor beringlar, buni ichida nechta tur ko'ryapsizlar. Tushunyapsizlar? Bitta dona emasda, o'zi bu yoqda mana shu joyi o'zida 15 ga yaqin strategiya turibdi, ya'ni 15 dan ko'proq. Ana endi ketdik. Keyingisi texnik tahlil. Mana bu yerda ham har bittasi alohida darslik hisoblanadi, ya'ni strategiyalar hisoblanadi. Mana bu yerda texnikaga oid bo'lgan juda ham kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni qabul qilishni boshlaysizlar. Aynan bu darsdan keyin stabil daromadga chiquvchi va bozorni yaxshiroq tushunuvchi tizimli daromad egasiga aylanishingiz mumkin. 7-modul esa fundamental tahlil, fundamental analiz, ya'ni hozirgi kunda ommaga chiqayotgan fundamental bozor, ya'ni bozordagi holatlarni polностью o'rganib chiqasizlar. Ya'ni mana urushlar bo'lyapti, kasalliklar bo'lish ehtimoli bo'lishi mumkin. 70 mingga yaqin kasallik topilgan do'stlar. Mana shu fundamental tahlilda nimalar o'rganamiz? Fundamental tahlil kompaniyalar tahlili aksiyalar uchun global o'zgarishlarda qanday harakat qilish mumkin? Fundamental tahlil qayerdan qo'llaniladi? Kerakli veb-saytlar, fundamental xabarlar uchun va yangiliklar bilan savdo qilishlarni o'rganamiz. Bularning ichida hozirgi kunda eng mashhuri global o'zgarishlarda qanday harakat qilish. Ya'ni mana urush bo'lyapti, Rossiya, Ukraina urushi bo'ldi. Hozirgi kunda mana Eron bilan AQSh, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari urushyapti. Mana shu holatdan treyderlar yaxshigina daromad qilishyapti. Qanaqa qilib daromad qilish mumkin? Nimalarga e'tibor berish kerak yoki bundan keyingi bo'lib qoladigan qanaqadir muammolar bo'lib qolsa, qanday chiqib ketish mumkin treyderlar savdo qilib? Mana shu narsalarni o'rganib chiqamiz. 7-moduldan keyin global iqtisodiy o'zgarishlarni daromadga aylantirish va xabarlar bilan ishlash degan holatga o'tamiz.
Ana endi 8-modul. Yarim avtomatik robotlar, ya'ni matematik hisob-kitob, indikator bo'limlarini o'rganib chiqamiz. Indikator ichida Bollinger Bands, Hulme, Madrid Moving Average Ribbon and Moving Average 50 ga 200 strategiyalarini polностью o'rganib chiqamiz. Bu yerda nimani o'rganamiz? Biz 8-modul tugatgandan keyin matematik algoritmlar yordamida bozor trendini va kirish nuqtalarini tasdiqlash. Do'stlar, bonus olishingiz juda ham ozgina qoldi. Hozir modullarni o'rganib chiqqanimizdan keyin bonuslarni qabul qilishni boshlaysizlar. Ana endi 9-modul ossilyatorlar, ya'ni bu ham xuddi shunaqa yarim avtomatik robotlar hisoblanadi. Burilishlarni bizga aniqlab beruvchi. Bularning ichida o'rganadiganimiz stochastic, MACD, AO va RSI ossilyatorlarni o'rganib chiqamiz. Bular ossilyatorlar bizga nima beradi? Bozorning charchash nuqtalarini topish va burilishlarni oldindan aniqlash. Ya'ni bozordagi burilishlarni oldindan bilib olishimiz uchun juda katta yordam beradigan yarim avtomatik robotlar. 10-modulda risk management va money management strukturalarini o'rganib chiqamiz, ya'ni pullarni to'g'ri hisoblash. Mana shu yerda biz nimalarni o'rganamiz? Depozitni yo'qotishdan himoyalash va savdoda professional intizomni shakllantirish. Boya qisqa qilib tushuntirib berdim. $1000 orqasidan bitta strategiyani agar to'g'riroq tushunadigan bo'lsak, nimalar qilib tashlashimiz mumkin degan savolimizga javobni oldik. Nimani orqasidan? Risk management, money management orqasidan. 11-dars, eng asosiy darslardan bittasi psixologiya. Psixologiya darsimiz nimaga kerak? Chunki eng muhim darsliklardan biri hisoblanadi psixologiya. Ming sizlar zo'r texnikani bilasizlar, ming zo'r grafikani, ming zo'r fundamentalmi, ming zo'r matematik analizchi bo'lasizlar, lekin psixologiyalarni boshqara olmaydigan bo'lsanglar, agar o'qituvchilar mana shu narsani psixologiyani sizlarda to'g'ri rivojlantirmasa, bozorda pribilga chiqish ehtimolingiz 0 ga teng hisoblanadi. Psixologiyani yo'nalishlari aslida ikkita turga bo'linadi. Behavioral finance and trading psychology, ya'ni finansiviy tarbiya, keyingisi esa trading psixologiyasi. Bular juda ham muhim darajalik hisoblanadi. Keyingisida esa 11-moduldan keyin biz nima natijalarga erishamiz? Hissiyotlarni jilovlash va sovuqqonlik bilan professional qaror qabul qilishni biz o'rganib chiqamiz. 12-modul esa mana shu joyda juda ko'p insonlar kutayotgan narsalarni, ommada aylanib yurgan, hamma insonlar gapirib yurgan mana shu hamma strategiya mana shu joylashgan. Ya'ni professional strategiyalar. Uning ichida insonlarning og'zida eng ommada yuradigan Fibonacci deysizlarmi, ICT deysizlarmi, engulfing zonalari deysizlarmi, bank manipulyatsiyalar deysizlarmi, smart money deysizlarmi, SNR zonalar deysizlarmi va shunga o'xshagan nima professional yo'nalishlarda bo'ladigan bo'lsa, mana shu yo'nalishlarni ham eng qizig'i kurslarimni ichiga qo'shganman. Buni o'qib chiqishingiz mumkin. Breakout strategy to connectable 4 types of engulfing, the best levels for traders, ya'ni eng zo'r urvillar traderlar uchun. Fibonacci davrlari, ya'ni kunlik holatda shunaqangi strategiyalar bor, tushunishingiz uchun bu professional strategiyalarning ichida. Ertalab turib uyg'on bersanglar bo'ldi. Uyg'onib, unda ko'zinglarni ochsanglar уже strategiya tayyor, ya'ni signal tayyor. Aniq vaqtda turib bersanglar bo'ldi. Ya'ni bu degani nima degani? Bir kunda sizlar o'zingizga ketkazgan vaqtingiz yarim soat ham ketmaydi degani. Mana shu professional strategiyalar. Professional strategiyalarda sizlar nima o'rganishingiz mumkin? Bozordagi yirik o'yinchilar qadamini topish va yuqori samarali savdo tizimi, ya'ni daromadga chiqish deganda yana ham chuqurroq o'rganish holatingiz bo'lishi mumkin. 13-modul esa practice with students, ya'ni studentlar bilan praktika qilish. Polностью nima gap, nima so'z, qanaqa bo'lyapti, qanaqa savdo qilyapti, kamchiliklari bormi, yo'nalishini topa olmayaptimi, yo'nalishlarni topishga yordam berish. 13-moduldan so'ng nazariy bilimlarni real bozorda qo'llash va mustaqil savdo ko'nikmalarini o'rganib chiqamiz. Natijada 3 oyda sizlar nimalarni o'rganasizlar? Birinchisida tradingni qo'shimcha stabil daromad manbaiga aylantirishni o'rganasiz. Ya'ni tushunyapsizmi? Stabil daromadga, ya'ni qo'shimcha daromad qo'shilishi boshlanyapti, ya'ni cho'mchagingizga. Ikkinchisi esa oylikka qarab qolmasdan nech pul topishni o'zingiz hal qilishni o'rganyapsiz bu sohada. Uchinchisi esa moliyaviy bozorlardan qo'rqmasdan daromad qilishni o'rganyapsizlar. Va eng qiziq faktor aytaman. Yevropada aynan treyderlarning foizi 73.2% 2025-yilda, ya'ni 10 ta insondan 7 tasi treyder degani bu. Nima deyilgan? Nimaga aynan Yevropa insonlari mana shu sohani ichiga kirishayotganligining sababini
sekin-sekin O'zbekistonga bu narsa kirib kelyapti. Hali ham kech emas o'zingizlarning hayotinglarni o'zgartirish uchun. Kursni olganingizdan keyin bundan tashqari sizdagi bonuslar bor. Bonuslarga keladigan bo'lsak, ketma-ketliklar bilan aytib ketaman. Butun umrlik qo'llab-quvvatlash. Bu nima u? Mana kasdev qilganimizda biz insonlar bilan gaplashganimizda ko'p insonlarda, ko'p joylarda dars o'tgandan keyin o'tib bo'ldimi, bo'ldi, xayrlashish degan holati bo'lar ekan. Yo'q, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Bizda nima savolinglar bo'ladigan bo'lsa, butun umr agar bizni shu kompaniyada faoliyat olib boramizmi, bemalol любой momentda murojaat qilsanglar bo'ladi degani bu. Ya'ni hamma savolinglarga to'liqona javob ola olasizlar xohlagan paytinglar. Undan tashqari ikkinchi katta bonuslarimizdan biri esa prop hisob raqamda savdo qilish imkoniyati. Ya'ni mana shu kursni sotib olganingizda $5000 dan $10000 prop kompaniya bizga tomonidan berilyapti sizlarga sovg'a sifatida. Mana shu prop kompaniyani olib, kerak bo'lsa hayotinglarni o'zgartirib olish imkoniyatlari ham bor. Ya'ni bu narsani biza olib beramiz, sizlar oldingizdan hech qanaqangi pul to'lamaysizlar. Uchinchisi esa maxsus broker sovg'asi. Misol tariqasida broker sovg'asi deganda $100 tashiydigan bo'lsangiz, shu yerga yana $100 qo'shib beriladi. Ya'ni o'zini foizlari bo'ladi. Ya'ni mana shu holatda brokerdan sizlarga sovg'a qilib beriladi va undan tashqari sizlarga eng qiziq joylardan bittasini aytaman. Pul solishdami, pul yechishdami sizlarda muammo bo'lmaydi. Ya'ni mana shu muammolar bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarga maksimal darajada yordam beramiz. Pul tashashda ham kerak bo'ladigan bo'lsa, pul yetishda ham sizlarga yordam beramiz, broker holati bor. Keyingisida yopiq hamjamiyat. Mana shu eng zo'rlardan biri hisoblanadi. Yopiq hamjamiyat o'zi bu nima u deydigan bo'lsanglar, bu bizani hamma bitirgan o'quvchilarimizni bitta joyga jamlash. Bu yerda nimalar bo'ladi deydigan savol bo'lishi mumkin. O'quvchilar analizi, o'qituvchi tomonidan berilayotgan signallar, yangi qanaqadir ma'lumotlarni o'rganildimi, bepul mana shu gruppaga ulashish. Bepulga hech qanaqangi kurs emas, bepulga ulashamiz bu narsani. Har hafta o'qituvchi tomonidan analiz beriladi. Ya'ni bozorda nima hodisa bo'lyapti, mana bu joyda mana bu strategiya turibdi, mana bu joyda bu narsa turibdi deb analizlar belgilash. Ya'ni bu yoqda sizlar bo'ldi, kursni bitirdim, xayr degan narsa emas. Bu yoqda bitirganingizdan keyin ham action davom etib ketaveradi. Tushunyapsizlarmi? Keyingisi esa signal kanallarga do'stlik. Bu degani nima degani? Mana shu biz nima signallar bo'yicha bitim ochayotgan bo'lsak, ana shu signallar bo'yicha sizlarga do'stlik beriladi. Ya'ni bemalol biz ochayotgan bitimlarni ham siz ham o'zingiz holatingizdan ham ochsangiz bo'ladi. Do'stlar, hayotni o'zgartirish uchun zo'r imkoniyat. Agar joyingizni hozir band qiladigan bo'lsangiz, do'stlar qaranglar, mana bu dasturda eng arzon narxda va eng birinchilardan bo'lib joyingizni band qilasiz deyilyapti. Joylar soni bu yoqda avtomatik tarzda cheklangan va eng asosiysi sizlar juda katta bonuslarni qabul qilasizlar va eng arzon narxda. Bunaqa shans yana bo'larmi ekan degan savol bo'lishi mumkin. Do'stlar, hayotni o'zgartirish vaqti keldi. Eng asosiysi, agar joyingizni hozir band qiladigan bo'lsangiz, qarang bu yoqda nimalar beryapman men. Dasturda eng arzon narxda va eng birinchilardan bo'lib joyingizni band qilishingiz mumkin. Do'stlar, men bunaqa katta patok ochmayman. Mana shu imkoniyat, mana sizni hayotingizni o'zgartirish uchun imkoniyat balki hozir bo'lishi mumkindir. Bunaqa arzon narxlarda, bunaqa strukturalar, bunaqa ketma-ketliklar, bunaqa bonuslar hammasi sizlar uchun maxsus qilib tayyorlab qo'yilgan. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Juda ham ko'p insonlar so'raldi. Balki do'stlar, bu katta patok ochayotganlarimdan eng oxirgi bo'lishi ham mumkindir. Balki hayotinglarni o'zgartirish uchun zo'r imkoniyatdir. Mana shu imkoniyatdan foydalanishingiz uchun men ham sizlarga maksimal darajada bonuslarni tayyorlab qo'yganman. Ana endi do'stlar, kursni sotib olganingizdan keyin yana qo'shimcha bonuslar bor. Aynan bu bonus hozirgi olingan patoklar uchun bo'ladi do'stlar. Tushunishingiz uchun bundan keyingi patoklarga bunaqa bonuslar berilmaydi. Eng qizig'i mana shu birinchi bonusimni kitobi, ya'ni shaxsan men o'zim yaratgan kitob. Bu kitobning ichida strategiyalar juda ham ko'p do'stlar. Bu kitobning minimal qiymatini $100 baholangan. Mana shu $100 kitobni siz bepulga qabul qilasiz agar kursni oladigan bo'lsangiz. Bundan tashqari ikkinchi bonusimiz yopiq kanalga a'zo bo'lish. Yopiq kanalni men sizlarga qanaqaligini tushuntirib berdim boyagi holatda. Mana shu yopiq kanalning ham qiymati minimal holatda $100 deb belgilangan. Mana shuni lekin siz kursni sotib oladigan bo'lsangiz, bepulga qabul qilasiz. Va undan tashqari psixologiya bo'yicha video darslik tayyorlab qo'yilgan. Ya'ni bu darslik nimaga kerak deydigan bo'lsanglar,
Bu joyda behavioral finance va trading psychology'ni jamlanmasi bo'ladi. Ya'ni treyderni stabil daromadga olib chiquvchi psixologik tayyorgarlik videolari bo'ladi. Nimalarga qilish kerak, nimalar qilish kerak emas deydigan barcha savollarga va o'zingizlar qilayotgan xatolarga mana shu video orqali javob qabul qilishingiz mumkin. Juda ham qimmatli ma'lumotlar bo'ladi va eng katta bonuslarimizdan bittasi har bir mana shu kursni olgan insonlarga o'zini cho'mchagidan emas, biza olib beramiz. Prop kompaniyadan hisob $5000 dan $10000 hisob olib beramiz. Mana shu hisob sizlarning hisobingizlar bo'ladi. Bizani emas. Xohlagan paytingizda daromad qilib bu prop hisoblardan ham bemalol pul yecha olsanglar bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. Bu ham kursni sotib olganlar uchun juda katta bonuslardan biri hisoblanadi. 5-bonusimiz do'stlar, professional trading jurnali. Bunaqa trading jurnal menimcha o'zbekistonliklar juda ham ko'pi bilmaydi aynan mana shu jurnalni. Bu jurnal o'zi nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, sizlarning professional strategiyalaringizni va sizlar professional trader bo'lmoqchi bo'lsanglar, обязательно sizlarga kerakli bo'ladigan narsa bu trading jurnali hisoblanadi. Bu jurnalda nima bitim ochib olsizlar, qaysi bitimni qaysi time frame'da ochib olsizlar, risk holatlarini o'lchab berishlari, sizlar o'sib olsizlarmi, tushib olsizlarmi, har bitta ma'lumotinglarni shunaqangi chuqurlashtirib, sizlarga nisbatan katta maslahatlar beradigan jurnallardan biri hisoblanadi. Bunaqasi yo'q. Aynan mana shu bonusni ham sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. 6-bonusimizga keladigan bo'lsak, tradingga elita lug'ati. Ya'ni treyderlarga juda ham muhim bo'ladigan lug'atlar. Bu nima u, nimaga bu narsani bunaqa deb nomlashadi deydigan qo'llanmalarni qo'shimcha bonus qilib berganmiz. 7-bonus esa Jasur Kalonovning tradingdagi 10 ta xatolari. Ya'ni men o'zimni shaxsiy tradingdagi qilgan 10 ta xatolarim. Mana shu xatolarim orqasidan sizlarda ham juda ham ko'p narsa o'zgarishi mumkin. Narxi esa buni bebaho. 8-bonusimiz esa maxsus broker sovg'asi. Bu broker sovg'alaridan bittasi juda ham zo'r sovg'alardan biri hisoblanadi. Ya'ni $100 tashladinglarmi, $100 ga 100% sizlarga yana $100 qo'shib beradi. Agar bizani promokod orqali o'tadigan bo'lsanglar va undan tashqari $500 tashladinglarmi, $250 sizlarga bonus qilib tashab beryapti. $10000 tashladinglarmi, har bitta tashalgan summalarda yaxshigina katta qo'shimcha bonus qilib qo'shib beryapti broker o'zini tomonidan. Agar bizani holatimizdan kelib chiqib ishlaydigan bo'lsanglar. Undan tashqari 9-bonusimiz esa indikator video darsligi. Bu indikator video darsligida, indikator va ossilyator video darsligida sizlarda 80-85-90% gacha ishlaydigan strategiyani video darslik qilib sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. Mana shu video darslikni bonus sifatida qabul qilishingiz mumkin. 10-bonusimiz esa har kuni ishlab stabil daromad qilish strategiyasi. Buni minimal holati $200 deb baholashgan, lekin buni agar hisob-kitob qiladigan bo'lsa, juda qimmatli strategiya hisoblanadi. Nimaga? Chunki bir dona strategiya orqali sizlar hayotingizlarni o'zgartirib olishingiz mumkin. Mana shu bonusni ham shu kursni sotib olganlar uchun qo'shib qo'yganmiz. Mana shu общий hisob-kitobda $660 bonusni kursni sotib olganlar bepul tarzda olyapti do'stlar. Qanaqa imkoniyat bo'lishi mumkin? Qaranglar, sizlarga qanaqa katta shans, katta imkoniyatlarni yaratib beryapmiz do'stlar. Eng qizig'i do'stlar, hozir bu darsni yozayotgan vaqtimda hali kursga qabul ochilmagan. Bilasizlarmi nima degani? Agar qabulga ochiladigan bo'lsa, o'sha joylar soni bittada to'lib ketish ehtimoli juda ham katta. Bu yoqda sizga zo'r imkoniyat berilyapti, zo'r shans berilyapti. Ya'ni juda katta bonuslari bilan. Balki bu bekordan bekorga bo'lmayotgandir. Mana shu bonusni qabul qilishingiz uchun mana shu videoni ko'ryapsiz, tushunyapsizmi? Balki boshqa sotayotgan insonlarda bunaqa bonus bo'lmasligi ham mumkin. Ana endi do'stlar, oldindan ro'yxatdan o'tishi nima afzalliklari bor deydigan bo'lsanglar, birinchi navbatda super narx. Bu super narx, bu kursni birinchidan bunaqa narxga hech qachon ola olmaysizlar. Nimani hisobiga? Chunki bu yoqda 4 ta 5 ta kursni jamlanmasini bitta kurs qilib qilganman. Bu bir. Ikkinchi, mani butun boshli hayotimni o'zgartirgan trading sohasini sizlarga mana shu kursni ichiga jamlab berganman. Bilasizlarmi, uning ichida qanaqa katta qiyinchiliklar bo'lgan, qanaqa katta yo'nalishlar bo'lgan, qanaqa katta vложениялар bo'lgan. Mana shu narxi sizlar arzonda olasizlar. Tushunyapsizlarmi qanaqa holat bo'lyapti? Ikkinchisi bo'lsa, sovg'alarni birinchilardan bo'lib olishingiz mumkin. Bu sovg'a aytayman, ba'zi birlarga berilishi mumkin, ba'zi birlarga berilmasligi ham mumkin. Ya'ni sizlar moliyaviy erkinlikka erishishingiz uchun qadam bosishingizga juda zo'r imkoniyatlarni yaratib beryapman. Meni tanigan insonlar, meni bilgan insonlar juda ham yaxshi biladi men qanaqa treyderman, qanaqa meni hayotim o'zgarib ketgan.
balki sizlarni ham omadinglar, balki sizlarni ham hayotinglarni o'zgartirish strukturasi mana shu kunda bo'layotgandir balki. Va uchinchisi esa darslarni birinchilardan bo'lib boshlash. Ya'ni aynan mana shu ochilgan ro'yxatlarim ichida birinchilardan bo'lib kirib qolishinglar mumkin. Shunaqa katta bonuslar bilan. Do'stlar, kursga joy band qilish uchun mana shu yerda havola bo'ladi. Mana shu yerdagi havolaga kirib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsanglar, bonusdan tashqari sizlarga katta skidka beriladi kursim bo'yicha. Qaranglar, omadinglarni o'tkazib yubormanglar, imkoniyatinglarni o'tkazib yubormanglar. Shunaqangi zo'r imkoniyat berilyapti sizlarga. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus video darsliklar ham aynan shu kanalda bo'lib o'tadi. Do'stlar, ana endi kursni joy band qilishinglar uchun mana bu yerda pastda havola chiqadi. Mana shu havolani to'ldirishinglar kerak va eng asosiysi havola noto'g'ri to'ldirib qo'ymanglar. Nimaga deydigan bo'lsanglar, aynan mana shu bonusli narsalarni olishinglar uchun, video darsliklarni olishinglar uchun havolaga kirishinglar kerak bo'ladi. O'zingizlarni to'g'ri ism, familiyalar va nomeringlarni kirgizishinglar kerak bo'ladi. Agar nomer noto'g'ri kirgiziladigan bo'lsa, sizlarga bu narsaga dostуп berilmaydi. Shuni esingizlardan chiqarib qo'ymanglar. Va eng asosiylardan bittasi, do'stlar, bu havoladan kirib ro'yxatdan o'tib mana shu bonuslarni qabul qilayotganingizda bu faqatgina qo'shimcha bonuslar. Undan tashqari kursning narxiga ham juda katta chegirma berilyapti. Tushunasizlar, bunaqa imkoniyat menimcha 100 dan 1000 dan 1 marta bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu imkoniyatga ega bo'lish uchun mana shunaqangi zo'r holatlar sizlarning oldingizda turibdi. Ana endi mana shu havolaga kirasizlar, ism familiyalarni to'g'ri belgilaysizlar, nomeringlarni to'g'ri belgilaysizlar va undan tashqari sizlarga o'sha menejerlarimiz aloqaga chiqishadi va mana shu video darslikni ham xuddi shunaqa to'g'ri registratsiyadan o'tganingizdan keyin qabul qilishni boshlaysiz. Do'stlar, kursga joy band qilish uchun pastda havola bor. Havolani topa olmayapman, qayerdan topsam bo'ladi degan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Agar mana bu joyda pastda havola topa olmaydigan bo'lsanglar, kommentariyaga kirishinglar bilan birinchi bo'lib turadi, pin bo'lib turgan bo'ladi. Sayt bo'ladi. Bu saytga kiramiz. Kirganimizdan keyin o'zimizni ism, familiyamizni aldamagan holatda haqiqiy ism, familiyamizni yozamiz va nomerimizni kiritamiz. Nima uchun? Chunki aynan mana shu ma'lumotlarni to'g'ri kiritganingizdan keyin sizlar video darsliklarga bonuslarni qabul qilishni boshlaysizlar. Va aynan mana shu ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin sizlarni Telegramga tashlanadi. Telegramda sizlarga maxsus bonusli videolar va undan tashqari boya aytilgan statistika shablonini ham mana shu Telegram kanal orqali qabul qilishingiz mumkin. Ana endi qaranglar, bitta zo'r ma'lumotda men sizlarga shunaqangi katta imkoniyatlarni yaratib beraman. Agar sezayotgan bo'lsanglar, birinchi navbatda propo berilyapti. Bepulga sizlar tomonidan berilmayapti. Bizni o'zimiz tomonidan berilyapti. Undan tashqari juda katta sovg'alar berilyapti. Undan tashqari men o'zim qilingan opitlarni sizlarga mana ko'rsatib, ochiq-oydin ko'rsatib berilgan holat va o'zim tomonidan beriladigan materiallarni to'liqona tushuntirib berilyapti. Mana bitta dona materialni ko'rdinglar. O'zingizlar tushunasizlar bu darslik ichida nimalar borligini. Hayotinglarni o'zgartirish o'zingizlarning qo'lingizda emasmi? Broker tomonidan bonuslar ham berilyapti. Qanaqa bonuslar kerak yana? Undan tashqari hali sizlarga yetilmagan narsa bor. Kurs holati. Kursning narxi nech pul degan savolinglar bo'lishi mumkin. Kursning narxiga ham juda katta chegirma berganman do'stlar. Hayotni o'zgartirish uchun mana sizlarga shunaqangi katta возможностьlar yaratib berdim. Mana shu imkoniyatdan foydalanmaslik o'zingizlarning qo'lingizda. Ya'ni hayotinglarni o'zgartirmoqchimisizlar? Qaror qabul qilish vaqti keldimi-ekan degan savol bo'lishi mumkin. Bitta o'zingizlar bilan o'zingizlar gaplashib chiqsanglar zo'r bo'lardi. Ro'yxatdan to'liq o'tganingizdan keyin sizlarga menejerlarimiz aloqaga chiqishadi va eng asosiysi sizlarda ba'zi savollar tug'ilib qolishi mumkin. Mana shu savollarga to'liqona javob olishinglar uchun menejerlar sizlarga to'liqona tushuntirib berishadi. Faqatgina nomeringlarni to'g'ri qoldirsanglar bo'ldi va undan tashqari o'zingizlardagi ba'zi savollar bo'ladi. O'sha kerakli eng muhim savollarni mana shu menejerlarga berib olsanglar bo'ladi. Va eng asosiysi o'zingizlarning imkoniyatinglarni o'tkazib yubormanglar. Sizlar bilan Pro Trading kursida ko'rishguncha